Akalar, Asaka tumani yuqori Bo'zda kottejlarga tepa tomonda natural bino ham sotiladi. Bu yerda 2 xona uyimiz bor mana. Yer remont bo'lgan. Ichida tuvalet, hammom bor o'rtasida. Naryoqda oshxona qilsangiz bo'ladi. Tashqarida tuvaleti ham bor. Bu mol boqqan Silios hovuz. Katta. Mana molxonamiz bo'ladi. Molxonamiz. Bu yerda teplisalarimiz bor. 5 ta harka. Teplisa. Molxonada mol boqilmagan. 42 ta mol sig'adi. Sharoitlari zo'r. Divoyni utuplitlar bo'lgan. Sharoit hammasi zo'r. Natural binomiz. Oladiganlar bo'lsa aloqaga tezda chiqishinglar so'rab qolamiz. Hamma sharoiti bor, dokumentlari oldi-sotdiga bemalol bo'ladi. Общий yerimiz 25 sotik. Xohlasangiz 10 sotik, xohlasangiz 15 sotik, xohlasangiz 20, xohlasangiz 25 sotik. Общий gaplashilaveradi. Shu mashinadan mana bu yog'ini molxona uyi bilan Xudo xolasa o'lchasak ham bo'laveradi. 10 sotik chiqyapti. 10 sotikda $50,000 kami bor. Bu yog'ini keyin qo'shiladigan bo'lsa 5 sotik qo'shasizmi? 20 sotik olasizmi? Kelishilaveradi. 20 sotigi общий $75,000. 25 sotigi $85,000 debga o'tib beramiz. Desalar, parva taplenlar bilan ishlaydi. Hamma sharoiti bor. Asaka tumani yuqori Bo'zda. Kavsovga yetmasa chap qo'lda kottejlarda. Pastki nomerlar aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hozir orqa tomonlardan ko'rsatamiz, hamma sharoiti bor. Orqa tomonda yerlar ham. Suv, gaz bor. Mana tepa tomondan ko'rinish holati molxona teplisalarimizni. Bu orqamiz dalalik. Zovurga haftada bir suv kelib turadi. Qo'shimcha mayda pastda yer bor. Mana uylarni to'g'ri qilish uchun qo'shimcha yerlarimiz bor. Ekoyon boshida. Tushunmaganlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar qo'shimcha ma'lumot uchun. Asli nomerlarga.